Hürmetli kardeşler, Cesaret Nur'a hoş geldinler. Bugün bir kızık tema üstüde kısa bir sohbet kılmakçı. Hammamizning ko'zi hozir Suriyada. U yerda biz uzundan ko'rishni umid qilgan jangchilarimizniki simolarini ko'ryapmiz. Ularning qo'llariga zamonaviy qurollarni elib, shu ashaddiy faşist Esadni o'rish va Suriyani ozod qilish urushida muhim rol o'ynayotganligini ko'rib suyundik. Bu yoqda yana bugun qarindishimiz Abdurahimjon bilan bu vaqtdagi ko'z qarashlarimizni o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum Abdurahimjon, salomat, yaxshi turdingmi? Aleyküm assalam. Biz doim deydi arkadaş, bu vatanniki ozodligi quruq gap bilan bo'lmaydi. Cho'qim qo'limizga ko'sa elishimiz kerak. Vatanning ozodligiga tayyor turishimiz kerak deb. Ammo ko'pincha shu da'vo ishlari nim bilan bo'lyapti, nazariya yoki tashviqot bilan. Ammo bunda hozirgidek abayman degandek qo'limizga zamonaviy qurollarni olib jang maydonlarida tavlinib pishqon jangchilarimizni ko'rgan ahvol men shaxsan jiq ko'rmagan. Burun ancha-muncha ko'rib Afg'onistonda chiniqayotgan ba'zi mujohidlarimizning videolarini ko'rdik. Ammo hozirgidek haqiqiy jang maydonida ko'rmagan bizning azimatlarimizni. Bu meni shaxsan bek suyundirdi. Mening mashaq berib shu qurollarni tutqim kelib ketdi, ammo bizga bu fursat bo'lamdi, bo'lmamdi bilmayman. Sen endi shu yaqinqi videolarni ko'rgandan keyin o'ylaganlaringni oldi bilan bir anglab boqing adash. Bo'ladi. Endi bu Arab bahori bilan boshlangan 2011-yili Tunisda boshlangan Arab bahori harakati bir Arab davlatlarini tasqab chiqib, hokimiyat almışıp, Suriye kelgan chaqda nihoyatda uzun ichki urushga ketib qoldi. 13 yillik bir qurolliq urushga ketib qolib, bu yerda endi qisqa bir vaqtning o'zida oxirgi hisobda xalq harakati g'alaba qozondi deb tushunyapmiz, o'sha tushunishga to'g'ri keldi. Endi bu Suriyadagi isyonkor namoyishchi yoshlar harakati qonliq bostirilgandan keyin andaki ularni qo'liga qurol olib, soqchilarning, askarlarning qo'lidagi qurolni tortib olib, u qurol bilan dastlabda tirkishib, o'zini qo'g'dab degandek harakatni boshlab, oxirida ajoyib cho'ng xalqaro bir qurolliq urushga sahna bo'lib qoldi bu Suriyaning ichi. Bu oraliqda Sham islom xilofat davlati deb bir dona bir bomog'or bir harakat o'tirib chiqdi. Buningga Uyg'urlarmi qetildi, vatandan o'tib chiqib, qancha minglagan Uyg'urlar bu sefer qatnashdi. İzsiz, direksiz yo'qotildi qancha minglari. Bularning ichida Kürt rayonida asir turayotgan minglagan asirlar bor. Ayol, kichik bolalar, ko'pincha ayolga erlarni o'ldirayotgan o'xshaydi qaraganda to'lisini. Ondan boshqa İdlib rayonini besib turayotgan shu Sham ozodlik harakati tashkilotiniki qarmog'idagi bular bilan hamkorlashayotgan Turkiston Islom partiyasi nomidagi bir qism guruh hozirgi mavjudligini saqlab, qo'ldagi qurolni tashlayotmay davomlashtirib kelyapti. Endi bir haftadan buyon olamshumul o'zgarishlar bo'ldi Suriyada. O'tgan yakshanba kunidagi g'alabaga bugun bir hafta o'tdi mana. Buning ichida butun dunyodagi Suriyaliklar va butun g'arb davlatlari, Yevropa davlatlari, O'rta Sharq davlatlari Suriyaning bundan keyingi taqdiriga bosh qotiryapti. Turkiya og'ir darajada bosh qotiryapti. Endi bizningmi bosh qotirishimizga tegishlik, suhbat qilishimizga tegishlik, tahlil qilishimizga tegishlik masalamiz bor. U yerda bizningki bayrog'imizni ko'tarib o'zgartirilgan bo'lsa-mu,
o bayraqning rengi Sharqi Turkiston Cumhuriyeti'nin miras qalğan, yani Sharqi Turkiston İslam Cumhuriyeti, ya 34 yildagi Sharqi Turkiston İslam Cumhuriyeti'nin miras qalğan havrang bayraqninki o'zgartirilgan nusxasini ko'tarib, yani Sharqi Turkistonniki qurolli kuchları shaklida bu qarindoshlar bu yerda mavjudligini oshkorlab o'tirg'i chiqyotidi. Sep tortib minglagan odam ko'rinish qilyotidi. Ondan keyin dushmandan o'lja olgan qurol, tanka, yuqori tipdagi har turli qurollarni o'lja oldik deb uni ko'rsatyotidi. Odam bir yoqdan o'ylasa, haqiqatan hayron qolgandek ahvollar yuz beryotidi. Bir yoqdan o'ylasang hayajonlanadigan ahvollar yuz beryotidi. Bu ishning endi jarayoniga kelsak, 97-yili boshlandı. Asosliq biz vatandagi chaqlardimi, yoki vatanda barni inqilobi qo'zg'alib, barindagi Sharqi Turkiston ozodlik qurolli harakati qo'zg'alib, u bostirilgandan keyin biz asosliq bizningki yetaklaydigan organimiz chet elda bo'lishi kerak deydigan tunishga keldik. Chet elda siyosiy organ, chet elda markaziy tashkilot qurilib, andaki vatan ichidagilar yo'l yo'riq berish kerak. Agar vatan ichida siyosiy markaz va qurolli markaz organ vatan ichida tashkillanib, bu yerda harakat qilsa, bir ulgacha bostirilib tugaydiki, uning davomi bo'lmaydi. Chet elda yetaklaydigan organ bo'lishi kerak degan tunishga keldik. Shunday qilib chet elga intilish bo'ldi. Darvaqa 94-yili bir turkum chet elga chiqdik. Siyosiy organ tashkillash yo'liga ko'ngil bo'ldik. 97-yillari bir turkumlar chiqib jihad qilamiz, qurol harakat qilamiz deb bu bo'shliqni to'ldirdi. Shuning bilan Kashmirdan, Afg'onistondan boshlab bu yerda qurol etishni mashq qilish, tashkillanish, odam to'plash, tabliğ qilish deb shu davomlashgancha hozir mana qarasak 27 yil bo'libdi. Endi bundan keyin ya Biden chiqar, ya Sharamdan chiqar degan o'xshash. Hozir endi bu Suriyadan chiqdi, Damashqdan chiqdi bu ishninki hozirgi bir qisqa natijasi. Bu endi umumiy natijasi emas, qisqa vaqtlik bir natijasi. 27 yillik bu bizningki mujohidlarimiz var, Afg'onistonda bor, Iroqda bor, Sham islom xilofati davlatining ichida bor, zodi nerda bo'lsa bor qurolli qo'shinimiz bor. Bular vaqti kelgan chog'da Sharqiy Turkistonni qurolli ozod qilishga dastlabki piltisiga o't yoqadigan bu fidokorlar bor deb 27 yilning yog'i bor deb kelayotgan borninki bir qatimliq bor ekanligi navbatda mushu haftada endi Damashqda o'tirg'i chiqib o'zining bor ekanligini ochiq ko'rsatdi. Undan burun yoki bayonotlar qilinadi. Masalan, vatanda Qashqarda bir Xitoyning mashina bostirib o'ltiribdi. Voy, mashina Qashqarda manda ish yo'qdi. Urumchida munda bir Xitoyni portlatdi. Beyjingda munda portlatishibdi degan bir voqea bo'lgan chog'da vatanning ichida bular bayonotlar qildi. Nerede turib bayonotlar qilganini bilmaymiz. Ish qilib o'zing turayotgan aniq emas, chuvachatgan o'rmonning orasida yoki tog'ning beqillarida o'ltirib bayroqni ko'tarib bular bayonotlar qiladi. Türkiston İslam Partiyasining mujohidlari yoki chet eldagi shu mujohidlar qo'shindagi bizniki mujohidlarning vatanda olib borgan harakati deb bular ustiga elib bayonot e'lon qilib turadi. Xitoymi bu aslida Şinjan xalqi tinch, inoq, ittifoq yashayotdi biz bilan. Ammo chet elga qochib ketgan shu bir turkum terrorchi, radikal islomchi avlahlar mushundaq parokandachilik tug'dirib, bu yerdagi inoqlikqa daxl ta'riz yetkazadi. Xitoy unda bayonot e'lon qilib turadi. Shunda bo'ladi. Asosan 2016-yildan boshlab mayli Xitoyda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin, bundaq bir qurolliq qarshilik qiladigan ishlar, portlatishlar yuz bermedi. Xitoymi hozirdan umumyuzlik so'lab degandek dunyoga doklad e'lon qildi. 2018-yil 11-oyning 5-kuni BDT'dagi tunji qatimliq Uyg'urlarniki xalqaro yig'inda kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yganda Xitoy shu yengib chiqdi. Biz shu lagerni qurish orqali butun radikallashib ketgan bu Uyg'ur milliy bo'lgunchi Sharqi Turkistonchi, islomchi, xilofatchi va hokazolarning hammasini yig'ishtirib, biz tarbiyalab, askarlarni yig'ishtirib, sal ezib ketgan qaymoq qilganlarni tarbiyalab, o'ngshab, odam qilyapmiz. Mana qarab beqinglar deb
BDT'nin işxanasida aşu yılki video bilen gösterdi qara. Yılki Ürümçide bolgan partlaş. O Xi Jinping degan kafir Ürümçiga kelib ketganmish, kelgan chaqda bunga bir yerda poyez vokzalini qachdi, bomba portlabdi deb dang'ishib ketgan go. Shu ishlardan tortib Tiananmen maydoniga yilki mashina ushib berib qarbaraqliq elchilar u yerda voqea tug'dirganini tortib cho'ng yoki Kunmingdagi poyez vokzalida qor kiyimlik odamlar Xitoylarni o'ldirgan, buni Uyg'urlarga yüklab turib mashinaning hammasini radikal İslamcı, Şam xilafətçi unsurlarınki icra qilgan jinoiy delosida BDT'da buni ko'rsatib, mana biz 2017-yili rasmiylashtirib biz bularni umumyuzlik tutqun qilib o'gitib, siyosiy kurs qilib qantiq 2 yil ichida natija bir hozir faqat bir yerda bir qushqashni buni qonimedi. Biz tinchlikni ishga oshirdik degandan keyin bu Xitoyninki tadbiri butun dunyoga yarab ketdi. Yarab ketgandan keyin ba'zi davlatlar bizim oshda lager qurib bunda unsurlarni aşağıda o'zgartirib tarbiyalasak bo'ldiki deb o'rgab ketgan davlatlar bor, ijro qildimi, qilmadimi aniq emas. Ammo shu vaqtlarda Xitoyninki ommaviy tutqun qilib, ommaviy qurshab idora qilishini nihoyatda unumli tadbir deb baholandi. Faqat g'arbdagi davlatlar bu yolg'on deb inkor qildi, ammo 140 davlatni Xudoyim shu vaqtda Xitoyni qo'llagan 2018-11 5 kuni. Endi demak, bu qarindoshlarimiz nereden ketyotidi, nega kelyotidi, mushtaq bir mujmal onun üstünden her türlü gap qila olamiz, her türlü bahane bera olamiz, her türlü gumonlik qila olamiz, ammo 27 yilning yog'i yo'qolmay bular mush yerda mavjudligini saqlab kelyotidi. Oldingilar qerib ketdi. Hozir bularning orasida 70 yoshga kiradiganlar bor. Balkim aqsab chekinib, ular bir yerlarda ibodat qilib turayotgandi. 27 yilning oldida chegaradan chiqqanlar shu vaqtida 30 yoshlarda bo'lganlari hozir 60 yoshga ishlab qoldi-da. 35 yosh, 40 yoshda borlari hozir 70 yoshga kirib qoldi degan gap. Bularningki dastligi. Ammo hozirgi u yerda tug'ilib cho'ng'ayotganlar bor. Yosh saplanib kelayotgan yosh qo'shinlar bor. Ishqilib bir qo'shin bor. Buningki xulosi qachon chiqadi? Bu hamda bizningki milliy taqdirimizga munosabatlik. Kunlarning biriga kelib, pat yaqinda bir qurolliq to'qinish bo'lib, Xitoyni o'ylamagan yerdan, bizni o'ylamagan yerdan chiqib, vatandaşlar bir qurolliq harakat bo'lib qilib qolsa, shu 27 yillik mujohidlar aşağıya qatnashidi deydigan umid g'ol bir turkum xalqimizda bor. Ammo bular u vaqtgacha mavjudligini saqlab qololmaydi degan tasavvur bor. Vaqti kelgan chog'da bular u yerdagi vatan ozodlik urushiga qarshi bir pitlik qachon bo'lishi mumkin deydigan tasavvurim bor. Har turli tasavvurlar bor. Shunglashqa endi buni ilki senin xata, sen munofiq, bunun xata gap qilsang bo'lmaydi. Mening to'g'ri, men deganiki nihoyatda ishonma bularga. Zot ashunda qurolliq bir ish bo'lmasa, va'da ozod bo'lmaydi deb turib, mana qilqi o'zaro biz ziddiyatga kirib qilib ketishimizga zarurati yo'q. Haqiqatan sen suhbatni beshta boshlaganga o'xshash Xitoy deganninki endi bunidan qon chiqmasa quliga gap olmaydigan millat. Men meniki bu Xitoyga bergan nimamniki bahorim. Meniki jana shaxsiy falsafam. Xitoyning bundan qon chiqmasa quliga faqat gap olmaydi. Bu gap bilan, diplomatiya bilan, Xitoyga sulhi bilan hech nima qabul qildirmaysan. Buniga ash burni qo'ysang, bundan shunday qon chiqqandan keyin ayyo deblam, andan keyin nima deysa deb quliga shu vaqtda gap olmaydi Xitoyniki. Bu shaxsiy Xitoymi shundoq. Sen Xitoy bilan Ürümchilda mushishib, urushib cho'ng'agan odam, sen buni yaxshi bilsan. Ko'chada turgan yakki Xitoydan shundoq, Xitoyning davlati shundoq. Bu Xitoy xalqi yakki xalq va millat bo'lib, xalq bo'lib, davlat hammasi xarakteri o'xshash jug'urilgan bir xarakter. Bularning xalqining xarakteri boshqa, davlatning siyosiy xarakteri boshqa emas. Bularning davlati yakki odamlarning konkret odamlarning xarakteridan mujassamlashgan konkret xarakteristik bo'ldi davlatning xarakteri. Abstrakt emas. Xitoy davlatining xarakterini
konkret xarakter deb qarashga buyurdi. Xitoy esa endi qurol otmoqchi vatanni biz ozod qilolmaymiz. Bundan burun o'tgan asrda, o'tgan asr o'tib o'tgan asr bo'libmi yana 25 yil o'tib ketdi yoqqa. O'tgan asrda 4 qatim hukumat qurib oldi bizninkilar. Tashribida Qumulda xalifalik hukumat qurib oldi. İslam xalifatini bizning 100 yil burun qurib ketganda Bag'dodga berib, Shomga berib xilofatga a'zo bo'lib shumisin bo'ldi ekan bizninkilar aslida. Temur xalifaninki xilofat davlati 1914-yili Qumulda qurildi. Ondan keyin 32-yili Xotanda Islom amirligi davlati qurildi. 33-yili 11-oyda Qashqarda Islom Cumhuriyeti hukumati qurildi. 44-yili G'oljida qurildi. Buni Uyg'urlar hammamiz bilamiz. O'tgan asrning oldingi yarmida 4 qatim mustaqil hukumat qurib, 4 qatim sulhi bilan bu davlatni hukumatini Xitoyga topshirib berib, Xitoyga muavin bo'lib turib, o'zining bo'yniga sirtmoqchi deb o'lgan bu fojialik iflos tarixni bizdagi endi nima deymiz endi boshqa ketib qoldim. Demak, shu urushlar mayli Manju hukmronligi davridagi bo'lsin, mayli Xitoy hukmronligi davrida bo'lsin, shu qurilgan hukumatlarimiz, davlatlarimiz qurolliq inqilobning natijasi bo'ldi. Qurol kuch bilan bo'ldi. Hech qachon sulhi bilan gap bilan bu qolgan ish emas. Endi bu hozirgi dunyoning o'zi siyosatning o'zini tashviqot deymiz, inqilobning o'zi, kurashning o'zi tashviqot, hozir qalam kurashi deymiz, diplomatiya kurashi deymiz. Bu diplomatiyami bo'libmi bugungi kunda diplomatik munosabat ba'zida masalani hal qiladigan ochqishli rol o'ynaydi. Xitoyga nisbatan rol o'ynamasmi, ammo erkin dunyoga, g'arb dunyosiga nisbatan diplomatiya pek muhim. Oldidan diplomatiyani ishga solib, biz o'zimizniki Uyg'ur ekanligimizni, o'zimizniki erkinlikka ehtiyojli ekanligimizni, o'zimizning vatanimizga o'zimiz egilik huquq tiklab, o'zimiz davlat qurishga ehtiyojimiz ekanligini, aşağıda mustaqil davlat qurmasak, Xitoy Uyg'urdan iborat bu ikki millatning o'rtasida tinchlik o'rnatilmaydiganligini diplomatik kanallar bilan dunyoga tushuntiramiz. Dunyo buni e'tirof qilib, tunib yetgan chog'da ondan keyin bizga dadimiz nima degan chog'da mening dadim melt xipasam bo'ladi. Biz vatanimizni ozod qilamiz, bizga yordam qilsang bo'ladi deb ondan keyin bu qadamni bosimiz da'vat qildi. Hozir qancha yil bo'ldi desam, men chet elga shu maqsad bilan chiqqan 27 yildan ishqa 27 yil oldu. 27 yilning ichida oldingi 20 yilning o'zi minus o'tib ketdi. Mana Aqchadirdan Aqsaroygacha minus 25 yil deb bir mavzu qilib bir kitob yozgandim. Buni nurg'un narsa yozib ketdi. Mushu Amerikaning Aqsaroyga kirib bizningki davarimizni tinglab Amerika hukumati hozir haftada bir qatimdan Xitoyga qarshi, Xitoyning shirkatlariga qarshi majburiy emgak ishlatganda jazo ijro qilayotgan mushu pallikakcha 20 yillab bizningki chet eldagi ishlarimiz quruq namoyish bilan, quruq gap bilan, yolg'on da'vo bilan o'tib ketganlik aslida. 20 yil minus o'tib ketgan 20 yil bor. Oxirgi bir qancha yilning o'zida biz diplomatiya darajasiga ko'tarildi bizning ishimiz. Dardimiz nima deydigan yer keldi. Biz sizlarga nima qilib beramiz deydigan yer keldi. Endi yana doim voy zodi bizni mushu Xitoy bo'zaq qilyapti. O 20 yil burun deydigan gap bordi. Xitoy bizningki yoshlarimizni ishkirga ketyapti. Voy bizning tilimizni cheklayapti. Yerimizni tortib olyapti. Va kaza 20 yil avval deydigan da'vo bordi. Hozir yeni şu davoni o'z ayni deb kelyapti. Ondan keyin unaga g'olliq bir yeni davoni Xitoy qo'shib berdi. Lager deydigan davoni. 2017-yili 4-oydan boshlab ommaviy lager bilan Xitoy bu davoni qo'shib berdi. Tugumas bir xazinaga aylandi. Ma diplomatiyada yo'l minib biz dardimizni o'zimizni g'arbga to'nitib, bizga yordam qiladigan kuchlarga to'nitib, NATOga to'nitib, biz o'zimizning nimaga ehtiyoj ekanligimizni ondan keyin o'tirib qo'yamiz, bir qurolliq harakat qilib vatanni ozod qilamiz degan bu bosqichga yetamiz deb shu yo'lni minib, endi kunib qoldiki bu odamlar kunib qoldi. Mushta qoqshab kunib qoldimi?
yoki shundoq ko'ndirildimi, yoki shundoq qoqshab mengishga vazifalik bo'lgan odammi bizniki gap bilan ish olmaydi degan bu gapning o'zi aslida mana aytgan chog'da miltiq qilolmaymiz, qurolliq ish qiliblar vatan nazar qila olmaymiz. Mandaq gap bilan hech nima qilolmaydi deb mandaqni inkor qilsak bo'lmaydi. Gap muhim, oldidan gapni ish qilamiz. Gap bilan andan keyin quloqlar eshilib, qalblar eshilgan chog'da andan keyin sana biz nima qilib bera olamiz degan chog'ning o'zida bizga endi doim Xitoyning boshlig'i bilan gaplashgan chog'da bizga zulm solmasa, bizga kamchilik qilib bersin. Gap bersizlar xo'janda bundaq rasvolachi, pasandilarchi da'vo qilmay. Endi bizning qo'limizga bir miltiq berishanki, u miltiqni etib turib, biz qurbon berib turib, u yerda o'zimiz qutqizimiz, o'zimiz ozod qilamiz deydigan bosqichdan yomon o'tib ketdi ama buni demaklik. Demagandan keyin endi bizningki yana bizning mujohidlarimiz deb atalayotgan bu 27 yillik mujohidlar mana aytgan chog'da Uyg'urlarningki mujohidi emas deydigan bir fasıl var aralıkta. Bu fasılni kim paydo qildi? Bizningki diplomatik kanallarımız bunu paydo qildi. Aytgandan keyin yig'laydigan, nima deding o'zi pul var, pul vergin deydigan, pul derdimiz var deydigan, mushu Xitoyga shundoq bag'anchig'ingizda Xitoyga bir gap qilib qo'ysangiz deydigan, ashu tugilib, ashu bosqichdan bir palla o'tmagandan keyin andikin dünya qaridiki ma qurolliq ish qildiganlar Xitoy deganga o'xshash bular qopib dadi boshqa bularniki, shu islomchi qayerda bir davlatning ichida bir hukumatga qarshi bir ish bo'lsa, ashada yollanma askar bo'lib, ashada islom xilofati qurdigan, islom davlati qurgan shu ish uchun, oxirat uchun bular shahid bo'lgan g'ozi, shunday odamlarga bularniki Sharqiy Turkiston bilan aloqasi yo'q odamlarga deydigan bir qilin fasilning o'zini paydo qildirildi. Aslida mavu yelki divanlar, da'voga demaylik, bu divanlar aslida uchiq bir narsani o'tirib kuyish kerak deb aytishmoqda. Oldingi qatimki suhbatda irqiy qirg'inchilik to'g'risida turk tashkilotlari bizga vakolat beringlar desa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqalar buni rad qildi degan bir suhbatni mazmunida degandim-ku. Endi shu bir oddiy bir misol, biz sizlarga jonga asqaqidek ish qilib beradigan chog'da yo'lni boshqa tarafga burab ketdi munofiqlar. Anda bo'lgandan keyin birinchidan bu terrorchilar Uyg'urlarningki terrorchilar emasga bular, bu islomning terrorchilariga. Ikkinchidan Uyg'urlar qurolliq harakat qilmaydigan bir xalqga, ham Xitoyningki qinni to'kib, unda bir Xitoyni ranjitgan xalq emasga, Xitoy bularga hozir erkinlik berib, yoshchiqillam qo'ysa razı bulduğun xalqqa degan mavi tonishni diplomatiya kanalından umumlashtiryapti bütün dunyoga. Endi adash qaynab temir yomon chechilib ketdi men qaynayman. Endi boshqa Suriyadagi bu mujohidlarning naq o'ziga kelsak, demak bizniki siyosiy diplomatiya kanalları bilan boshdan boshlab ajrab ketgan bular. Şu O'rta Osiyoda 98-yili bular tashkillanib bir tarafı jihad qilib vatan ozod qilamiz deb, yana bir tarafı jihad deb atmay vatan qutqizish harakati, yani ozodlik harakati deb turib qilayli deb shunday ichidan ushaq eg'vo taqib yurib bular bir-birini kafir, munofiq, murtad, josus, xoin deb qarshilik qilib o'ltirishib yurib chek-chegarasi og'irlab ketgan. Shundan boshlablam og'irlab ketgandimi? Bular tamamen başka bir kutuplaşıp, hozir endi qayerda bir jihad hareketi olsa, shu yerga berib, bular jihad qiladigan bir vaziyat shakllanib, ammo qanday bo'lmasin, cho'ng tipdagi qurolni etishni biladigan rasmiy 20 yillab jang maydonida o'lib, tirilib yurib, o'ltirib yurib, mashq qilib, rasmiy pishib yetilgan bir qo'shin maydonda bor. Endi bu qo'shinning o'zini bu bizim qo'shinimiz deyalayımızmı? Tili bizning shundoq. Amaliyotda endi dasavotga yeri bizning emas, etayotgan miltig'i bizning emas, rahbarligi bizning emas. Bular endi bamboshqa bir dunyoda mavjud. Ularningki o'zining e'lon qilgan bayonoti kafir Xitoylarni yo'qotib, biz Sharqiy Turkistonni ozod qilamiz, musulmon xalqimizni ozod qilamiz deb o'zi bu bayonotni bular so'zlayotdi. Yo'qsa unda qilmaysa yolg'on deydigan haqqimiz yo'q.
bizniki. Hmm. Ama bu hareketniki yani bir vatanda bir qurolli harakat bo'lsa, harakat portlatsa, mushlar oldi bilan shu ishni qo'zg'aydi deb biz buni jazmlashtirishga yoki shundoq tasavvur qilishga bizniki asosimiz yo'q. Qanday degan chaqda mushu qo'shinning o'zi hozir hamda jiroqlashib Kashmirdan Afg'onistonga, Afg'onistondan Iroqqa, Iroqdan Suriyaga markazlashgan bu qo'shinning o'zi yana bir qo'shin bor, Talibanlar bilan birga harakat qilgan. Bular hozir Xorason tarafiga, Afg'oniston tarafiga yo'tkilib, u yerda singib turyapti, Afg'on davlati ularni tutib turyapti. Ularni o'zicha qurolli urush bo'lsa, biz vatan kiramiz deydi. Ammo Suriyadagi qarindoshlarmi harakatni biz boshlaymiz, Xitoyga qarshi biz urush qilamiz, mana jonimiz fido. Biz vatan xalqimizni qutqarish uchun shahid bo'lamiz, biz vatanni ozod qilamiz deb bular bunday deb turdi. Ammo bularniki mavjudligimi xatar ustida. Bu tarafini ham ko'z tutish to'g'ri. Biz tasavvur qila olsak, shu tarafini tasavvur qila olamiz. Ammo mushlar haqiqatan zodi vatanga berib shu qurolli ishni mushu guruhlar qiladi deganga bo'libmi men uni bek tasavvur qilib ketamayman. Qanday desangiz 27 yillik bir jarayon va besib o'tgan. 27 yillik bir jarayonniki o'ttirdagi qismlari, masalan 2008-yildan boshlab 2016 yilgacha vatanda bo'lgan harakatlarni bo'lib ustiga elib doim biz qildik deb bayonot e'lon qilib turadi. Bu o'ttirdagi bu musofasi yomon shubhilik o'tib ketgan musofalar bor. Andiki keyingi hamda hozirgi mavjudlik o'tirib chiqqan chaqda bularning o'zini yana biz shubhiga bog'lab olib bular chatoq odamlar deb unda xalqi gumon qilishni bir yoq qarib qo'yib turayli. Ammo bular shu vatanga berib bir ish qiladi deganga men o'zim ketmayman. Bak uningga o'zim go'llamayman. Ammo qurolli ish bo'lish kerak. Qurolli ish bo'lmasa, ayam degandek Xitoyning buni qanimigacha qo'liga gap olmaydi. Endi bizningki vatanninki qurolli ishini qanday qilamiz degan chaqda mujohidlar bilan, iymon bilan, mustahkam e'tiqod bilan emas, iymoni yo'qlar bilan, mushiliki adam o'ltirayotganlar bilan, Iroqda o'ltirayotgan, Suriyada, Afg'onistonda musulmonlarni o'ltirayotgan mushu g'arbninki NATOning kuchlari bilan qilgan ish uni. O'ylab bakın Ukraynada urush vaqtida hozir 2,5 yil bo'ldi. 3 yil bu qolay debdi. Men ikkinchi kelsen 2 oydan keyin 3 yil oldu bu urushga. Aşı Ukrayna müstakil bir devlet. Milyonlagan teya asker kısma bir devlet. Sovet İttifaqının miras qalgan çoğ tipdeki qurali var devlet. Hozir 3 yilning yağı Angliya, Germaniya, Fransiya, şu Avrupa devletleri qurolli yordam qilyapti, milliardlab iqtisod yordam qilyapti. Urush texnicha bağanca aqlı yenip, çekinip, azlab Ukrayna'nın toprakları Rus'un qoluga tushib, hiç bir bu yerda bir kuchni tanıtılgandek emas. Endi Xitoymi Rusiyadan qilishmaydigan bir kuch. Adam kuchi, qurol kuchi, bunun atrofidagi shaykilleri, Ukrayna'nın ne bulunmuşsun bir Avrupa va 27 devletler Ukrayna'nın keyinde. NATO ba, Amerika ba. Ama bizim keynimizde, bizim etrafımızda bütünley bizim düşmanlarımız var. Kazak qarindosh düşman devletimiz var. Kırgız qarindosh düşman devletimiz var. Özbek qarindosh düşman devletimiz var. Tacikistan qarindosh düşman devletimiz var. Afganistan hem de dindosh onu hozir düşman demek turli Xitoy bilan Xitoyniki himoyasi ostidagi bir devletga aylandi hozir. Pakistan Müslüman düşman devletimiz var. Muşuncular düşman devlet bilan qo'rsalgan Uyg'ur andaki imanlı itikadını Allah deb turib boshqa mujohidlar bilan mushunda chiqqan bo'lsak, u yani biz Xitoyni qo'llab chiqib azod qilmaymiz degan bu kichik bolaninki xiyol bo'lib qoldi dash. Ya'ni xiyol qilishni bilmaydigan bir daltininki mana o'ylab qolgan bir narsa qoladi. Shunlashqa aman bizga mushu NATO kuchlari qatnashadi bizning urushimizga. Oldida biz boramiz. Bu yerda miltiqni biz atimiz haqiqatan, mayli Suriyadagi mujohidlar atsin, mayli Afg'onistondagi Daeshlar atsin, kimlar atsin, bu urushni Allah deb turib o'zini fido qila oladigan mundaq mujohid qo'shinlar bu urushni boshlaydi. Mayli o qo'shin vatanning ichidan boshlansin, vatanning ichidan chiqsin. Mayli vatanning chegarasining bir yerlaridan paydo bo'lib chiqsin, qanday bo'lsin, mo'shunda bir qurolli qo'shin bilan boshlandi. Ondan keyin
G'arb kuchları, NATO kuchları, andan keyin musulmon fidokor kuchları bu yerga qatnashdi. Shuning bilan bu urush davomlashadi. Uni g'albisini demayman, davomlashadi. Ammo biz mana qilib tursak, oqimizdan keldi, ya'ni bu xato gap mau. Mau bir qatim bo'lgan gap, ikki qatim. Vatanning ichida bir qatim bo'ldi, 35 yil burun. Barındaki Şarkı Türkistan Azad Teşkilatı'ndaki hareketi biz uğraşını başlap dursak, kurallık başlap dursak Afganistan'dan 100 minliğin qo'shin yordam keldi deb başlap durup bir tal paxta hem yordamı kelmey yarı kırılıp ketdik. İkinci qatim 98 yılı O'rta Osiyoda tashkillanib, shu Mamtun Hazrat rahbarligidagi Azadlık, Kurallık Şarkı Türkistan Azad hareketi andan keyin Mao Abduqodir Yapcan efendining rahbarligidagi Şarkı Türkistan Mücahitler Qo'shini bular aşağıda o'zi tashkillanib biz yani ikki tarafninki muddaosi biz zaten vatanni ozod qilmaymiz deb qurolliq tashkillanib vatanning ichiga kirib u yoq bu yoqni etib qo'zg'olib harakat qilib tursak NATO, Amerika, G'arb davlatlari Xitoyga qarshi bizni qo'llaydi. Oldindan biz boshlashimiz kerak deb Mamtun Nazorat tarafdan bu tasavvurni o'tirib qo'yib kichik boladak bu ishni boshladi. Onun yanında Abduqodir Yapcan efendining rahbarligidagi bu mujohid bo'lishchilik qilib biz vatan millat desa bo'lmaydi, biz Alloh islomachimiz deb turib, Alloh deb turib, mushundaq bir jihad urushini boshlasak, bütün musulmonlar bizga keladi, Alloh yordam qildi, chet el qo'shinlari kelib, u yani ozod qilamiz, islom davlati qurmaymiz deb. Bular ham shu boshlab tursa, aqimizdan keldi deb menda qilganlar. Kim keladiini bilmaydi. Ya biz boshlaylik bilan, biz qilaylik. Kim qildi deb turmay biz bir qilaylik, andan keyin keladi deblar. Manda chiqqan endi bu. Ikkinchi qatim, birinchi qatim 90-yillarda intayin sodda tasavvur bilan vatanda Qashqarda barında bo'lgan. Ikkinchi qatim xili tajribaga ega bo'lgandan keyinmi chet elda O'rta Osiyoda bu ikkinchi qatim bo'lgan ish. Buniga hozir qancha yil ketibdi? 26 yıl bu bitip bu işlağa. Endi yeni şunun o'xshash 6-yillar tajriba yutib turib, Ukrainadagi urushlar. Mesela Ukrainaning o'zi urushni boshlabdi deylik. Ukraina urushini o'zi boshlamadi. Rossiya hujumini boshladi. Ukraina chegarasiga 130 ming askarni yo'tkab manevr qilganti davlatlar dedi Putinga nim qatishsa biz manevr qilamiz biz mana shu manevr bu dedimi? Degandiki manevr qilibdi, xotirjam bo'laylik deb tursa, Qatçılam 2-nji ayının 24-nji günsi Tansahada yürüyüş qilib Ukraina bir qancha viloyatni besib oldi. Andan Ukrainalik o'zining davlatini qo'g'dash uchun mudofaa urushiga otlandi. Shu urush bo'lib, yarim yilgacha chet eldan asosan yordam kelmadi. Ukraina bu urushni boshlab turdi, ammo yarim yilgacha tuzuk yordam kelmadi. Iqtisoddan keldi, ammo quroldan yordam kelmadi. Axir shu Ukrainaningki boshlig'i diplomatiyani yaxshi ishlatdi. Agar Ukrain urushda mag'lub bo'lgan bo'lsa, hozir Polak, Polsha, Romaniya degan manda ushaq tusha davlatlar Putinning idorasi ostiga kirib bo'ldi. Germaniyaning chegarasiga kirib bo'ldi Putin. Bu Yevropani qo'g'dab turadigan bir bazaga aylandi Ukraina. Shuning uchun Ukraina bugun tushib ketsa, atlikka Yevropa davlatlari tushib ketadi deb qo'rqib, bular andigan qurolni yordam qildi. Hammani yordam qilib, endi Ukrainaningki o'pkisi ketib, qoni qolgan chaqda bular endi o'zini qo'g'dash nuqtasidan yordamga chiqdi. Agar dastlabki urush boshlangan chaqda bular hozirgidek yordamni boshlagan bo'lsa, Rossiya uncha ilgilab ketolmaydi, Ukraina xalqimi umidsizlik patmaydi. Endi demak, bir misolga olaylik biz vatqa ishlarni. Yani konu tasavvuru bilan kichik bolaning xom xiyoli bilan, dut xiyollar bilan agar biz urushni boshlab tursak, undan keyin aqlni haqli keldi degan gapni bundan keyin deyishga bo'lmaydi. Uni tasavvur qilishga, xiyol qilishga bo'lmaydi. Uni xiyol qilib qolsak, xiyolimizni jirginib ketishimiz kerak undaq xiyoldan. Endi ag'ina bu bizga lozim, qurolli kuch lozim. Bu qurolli kuch Suriyalik kuch, Afg'onistondagi kuch, Xorasondagi kuch, shu davoramaymiz. Bu kuchlarni kimlar yetildiryapti, kimlar nom beryapti, kimlar qurol beryapti. Onunki egisi boshqa, endi hozirgi mavjud egalari boshqa. Endi mujohidlarimiz deydiki, biz Asadning qo'lidan Suriyani birlikda ozod qildik. Suriyaning o'zida endi bular qarindoshlarimiz
isyancı, namoyishchi, oxirida qurolliq isyancı bu azod qarindoshlarimiz Suriyani azod qildi, hokimiyatni tortib oldi. Endi bu qarindoshlarimiz bizga yordam qildi deb bu nihoyatda sodda tasavvur bilan bu umidni kutdi. Ular shu umidni kutishga haqli. Shu umidninki soyasida ular o'zining mavjudligini saqlay oladi. Bo'lmasa u umiddan orib ketib qolsa, ular o'zini yetib oldi. Bu qiyin gap. Sen qo'lingda miltiq yo'q chog'da yashaysa o'zingni bir amal qilib yurib go'llab. Qo'lingda miltiq turib, o miltiqni dushmaning qatta ishlatilmaydiganligini bilib qolgan chog'ingda o miltiq sening ajringga to'g'ri kelgan narsa u. Men nima uchun buncha qurbon bilib bu miltiqni ko'tarib yurdim deb bu chog'ning o'zida ig'ir bir krizga kirib chiqsa, krizga kirib qolsa, o chaqda o krizdan o'lim bilan chiqadigan gap. Shunlashqa endi o qarindoshlarimizniki mavjudligimi oson ish emas. Ama şu mevcutluğunun ışığı kelgende hazır qarsak o Suriye'nin işi hazır dünyanın bütün dikkatini qo'zg'ayotgan odatda bu cho'ng davlatlar bo'liq coğrafiyaviy siyosat o'ynayotgan bir markaz bo'lib qoldi bu ya. Masalan, Amerikaning tashqi ishlar ministri asosan atrofda piqarabda yurdi. Turkiyaniki nihoyat muhim rol o'ynayotganligi, hatto shu Şam'ni azad qilgan aç tarafniki aqsida Turkiya borligi so'zlanyotdi. Yani bir tarafdan Mao terisiga patmayotgan Isroiliya u yoqni urib, bu yoqni urib, hamma yana bombardimon qilib qon to'kib, qoniga to'ymagan Isroiliya hozir shu Suriyaga askar kirgizib, Golan egizligidagi territoriyasini kengaytgandan boshqa hatto Shamg'imi qarab yurish qilayotganligi to'g'risida gaplar bor. Ya'ni bu Suriya hozir cho'ng davlatlarniki o'z ta'sir kuchini oshirishdagi bir markaziy rayon bo'lib qoldi-da hozir. Ya'ni Suriyadagi cho'ng o'zgarishga butun dunyo diqqat qilyapti. Ham cho'ng davlatlar o'zlarining ta'sir doirasini oshirishga tirishyapti-da u yerda. Shuningdek bizning bu mujohidlarimiz u yerdagi hozirgacha hamda Shamni ozod qilish urushiga qatnashdi, Suriyani ozod qilish urushiga. Atugin masalan İsrail'e bir cihangir mustabid davlat, faşist davlat agar Suriyaga bostirib kirib Suriya xalqi bilan to'qnashib qolsa, bu hozir Suriyani ozod qilgan shu qurolli kuch bilanmi, ular hukumat quryapti, hozir qurdi. To'qnashib qolsa, balkim bizning shu mujohidlarimizni ashrabdagi bu urushlarga, ya'ni Suriya Isroiliyaga, Amerikaga qarshi urushlarga qo'llanish ehtimoli bor-da. Bu yerda bizni bir andishaga soladigan ish bor. Ya'ni mushtaq bir cho'ng davlatlar bilan bo'lgan urushga qatnashib qolsa, bizning mujohidlarmi sen boya tarixda tilg'ab o'tqatgandek, ya'ni yo'qolib ketami, qirilib ketami deydigan bir andishimiz bor. Mushaqda sen qanday o'ylaysan, adash? Endi bu yomon odam xiyol qilsa bo'ladigan, og'zini chiqarsa nihoyatda bir echinchlik so'zlar bilan ifodalanadigan bir mazmun adash. Endi qarindoshlarimiz 27 yildan buyon shunday qurbon berib kelyapti. Allah'tan bir tane haramzade çıkıp ben peygamberinin varisi hilafet devleti kurdum deb o birmunçumuzun beşini yedi. Ona spikirdi, karşı taraf dedi, iki sebep bulup okşaş bir kanlılık Müslüman, okşaş bir tıllık Müslüman Araplar iki tarafı vuruşkan okşaşla bizninki bu 27 yıllık mücahitlerimiz mi ikiye bölünüp bir kısımları şu vatandan, vatandan, askeriyat, şerialdan Şam İslam Xilafet Devleti'ye girmizde piyade menip berip kirip ketken menliğen adamlar. Ondan keyin biz Türkistan İslam Partisi yoki Cho'ng Jamoat Kichik Jamoat deb atalgan bir tarafı Xitoyga qarshi bir jihad qilamiz degan bir bayroqni qo'ldan tushirmay kelayotgan bu guruhlar ikki yoq bo'lib, ikki sabti bo'lib, bular qonga kirgan ishlarni yuz berdi. Bir-birini kafir, murtad deb Uyg'ur tillik qarindoshlar shunday dushmanlashdi. Shunday qilib, shu o'tirdan chiqiblam samanning o'ti o'xshash o'shgan bu Islom Xilofat davlatiniki bu bo'ron chapqulardan nurg'ulg'an qarindoshlarimiz shehid bo'ldi, yo'qoldi, izsiz yo'qoldi.
u yerdagi uşaq guruhlarının arasındaki urushdimi qiziq yo'qoldi. Onu ham de statistik qilgan kim bor, daftar tutgan kim bor u yerda. Onun ishini kim bildi? Yani bizniki şu nəhayət asanda anlığanlarımızı biləlaymiz endi. Ondan başqa o naq meydanda biz bo'lmagandan keyin, o səplik qatnashmagandan keyin qanchalik qurbon berganligini biz bilib bilmaymiz. Ama urush bo'layotgan yerda o'lim degan bo'ladi. Minglab odamlar o'ladi ba'zi urushlarda. Endi İsrailiyami aslida bu Suriya davlati İsrailiyaga qarshi harakat qilgan deyiladi. Qurilishdan boshlablar bu coğrafyadagi xiloflar birisi bilan dushman al-Misaqdan shu yoritilgandan boshlab bir-biriga dushman bir xiloflar bular. O diniy jihatdan emas. Bu Suriyadagilar boshqa dinga chaqdimi İsrailiya bilan Yahudilar bilan dushman deb bular. İslamga kirgandan keyin bu dushman bo'ldi. Hozircha dushman bo'lib kelyapti. Ammo Asad hokimiyati islom bilan toza aloqasi yo'q bir hokimiyat 20 asr hukmron surgan. Bularning o'zimi İsrailiya bilan dushman bir hokimiyatdi. Endi hozirgi yangi hokimiyat beshiga chiqayotgan bu partizan azatchi bu guruhning o'zi endi hozirgi hokimiyatni tashkil etganlarning o'zi bumi yaqin kelgishda Isroilga qarshi mavjudligini qo'g'dash to'g'ri keldi. Endi Isroilya hozir fursatni g'animat bilib oldi bilan shu Suriyaning yuqori urush qurol bazalarini vayron qilib bo'ldi hozir. Bir hafta ichida zodi to'xtamay kech kunduz bombardimon qilib odam o'lmamdi qat'iy nazar dengiz armiyasini vayron qilib bo'ldi. Urush kemalarini vayron qildi. Havo armiyasi, havo bazalarini butunlay vayron qildi. Netanyahu'ningki o'tgan yakshanba kuni dushanba kuni bergan bayonotida biz bu yerda boshqa bir Suriyaning o'tirg'i chiqishini orzu qilamiz dedi. Başka bir Suriye'de nima bo'lganda bizning idoramiz ostidagi, bizning yo'l yo'rg'imiz ostidagi bir Suriya bo'lishi kerak. Degan bo'ldi bu. Endi unda bo'lish uchun Suriyaga kuch lozim emas. Isroilga bo'ysungan bir Suriya o'tirg'i chiqmoqchi bo'lsa, uningga kuchni lozim yo'q. Suriya kimga qarshi mavjudlik saqlaydi? Isroilga qarshi aslida asosliq. Isroilga qarshi bo'lgandan keyin o İsrailya bundan keyingi mavjudligi Isroilyaningki himayesi doirasida bo'lmoqchi bo'lsa, o chog'da qurolga ehtiyoji yo'q. Shuning uchun bu qurol yo'qligimizda uch qashqari devatidi. Endi Suriyani ishg'ol qilish masalasi boshqa. Buni Turk tahlilchilari nihoyat ilgirlab bugun Isroil Suriyani ishg'ol qildi, Turkiyani ishg'ol qildi. Manda mazchaynaydi bular turklar yomon bakar lop gap qilgan, quruq gapni chiqqan. Türk axborotga qat'iy ko'ngil bermayman. Mana shu Germanlarniki nimalar hamda Germanlar ehtiyotlarni tasavvur qildi bu İsroiliya masalasini. Chunki bu Germaniya İsroiliyaning jinoyatchisi emas, irqiy qirg'inchilik qilganlar. Shuning uchun Isroiliyaga qarata nihoyatda sabr bilan nihoyat ehtiyotlan tahlilni o'tirib qo'ydi. Bularniki o'tirib qo'yayotgan fikrlarida asosli siyosiy analizlarniki ko'z qarashda bu yerda zaten İsrailya yani bir işgal qilgan, parçalagan bir iş emas. Faqat İsrailyaga tahdid bo'lmaydigan bir Suriyaning o'tirib chiqishini orzu qildi. Shu strategiya shu yo'qliq. Qanday desang, endi bu Shia davlatlari bekatdan İsrailni yo'qitimiz deb bayonotlar qildi dunyoga. Hamaschi mujohidlarni İsrailning yer yuzini yo'qitimiz deydi. Ularningki xitobnomasi, nizomnomasi bayonotlarda yer yuzidan İsrailya davlatini o'chirmaymiz deydigan nimasi bor ularningki. İranmı bekatdan İsrailni yo'qitimiz deb so'zlaydi u. Suriyaning burungi hukumatlarimi o'zininki avvalga bakmay İsrailni yo'qitimiz deydiganlardan. Unda bo'lgandan keyin endi birinchi qadamda İsrailni yo'qitadigan davlatdan birisini yo'qotish kerak İsrailga. O davlatning coğrafyasini o'zgartirib Şinjan qo'ymaydi, ya'ni Xitoyga o'xshash. Suriya davlati bo'ldi, Suriya hokimiyati bo'ldi. Öz aynı coğrafya shu petim turishi mumkin. Balkim azroq İsrailya u yerdagi bika yerni egallab olib, chegarasini azroq kengaytirib olishi mumkin. Ammo u yani ishg'ol qilib to'liq o o'ziniki territoriyasiga ketib olishini ona bakmo tasavvur qilib ketgan bo'lmaydi. Endi hozirgi Suriya hükümeti, o'tkinchi vaqt hukumatninki dushmanni sanab kelsak, bular Rossiyaning dushmani hozir.
Çünkü Rusya'nın himayesi astidagi bir hakimiyetini yürüp taşlagan bu qurolliq hükümet endi Rusya'nın düşmanı, ikkinchi bo'lib İran'ın düşmanı. Çünkü Esed İran'ınki yardımı astida İsrail'e karşı turayotgan bir devlet. Ha. Ondan keyin Türkiye'nin mu taza nimasiga uygun kelmaydigan bir mavjudlik bu. Türkiye'nin menfaatiga bek uygun ketmaydigan bir mavjudlik. Nimasiga desang, bular İsrail'e tiz bökmey karşı turalish kerak. İsrail'e kökrüğünü kirip, u yerda İsrail'nin güçlənişiga, kengayishiga qarshi turib, İsrail'nin bu oturuşdagi ta'sirini yo'qotishga tirishmasa, bu Türkiye'ninki o'zininki bexatarlik tuyg'usi zaxmlandi. Shuning uchun hozirgi yeni hükümet, bu aciz bir hükümet, Türkiye'nin o tarzı menfaatiga uygun kelib ketmaydi. O bu aciz ötkünçü hükümetninki hem Türkiye'nin himayesi astida qurolliq hareket qilgan bular. Bularga qurolliq Türkiye jiq himoya qilgan qo'shinlar bular. Bizning shu bularning sepidagi bizning qo'shinlarimizmi shu Türkiye'ninki chegarani echib o'tkazish bilan qatnashgan qo'shinlar bu yerga boshqa yerga qatmagan. Bunda bo'lgandan keyin bu Türkiye'ninki yetaklishi astida bo'ldi. Shuning uchun bu Türkiye bularni idora qilib turib, bu Türkiye'nin burunki tarihi topraklarını Suriye'den julup almakçı degan bu naiti sadda bir hayacan tasavvurunki ifadesi bu. O Türkiye u yerden bir toprakını julup evalanmaydı. Türkiye bir toprakını julup evalameli dese, o çağda hazır Suriye'ye binan beğenmeyenlerimi Türkiye'ye karşı oturuşu o çağda. Ama şu Arap devletleri var Suriye'ye, onun için bir nan beğenmeyen şu münafık Arap devletleri Türkiye'ye karşı resmi meydana çıkıyordu. Türkiye o yani julup bir nasıl evalanmaydı. Ama işki naini bayrak kadroyla aprendiye yani bir o 2016 yıldaki bir harekette igelli vagan bir çigrar ayolları var Türkiye'ye bir taraf igellep o yani Kürtlerge karşı o yerdeki Daesh hareketiga karşı da yürüp kurallık kirip igelli vagan yerde. O yani bir mezgil tarafsız tutup duruşu mümkün Türkiye. Ama yani falan yani evalimiz, pustan yani evalimiz dep undaq eveliş Türkiye'nin adı demez. Şunun için endi bu asas mana aytgan çağ Türkiye'nin menfaatiga bek uygun emas hazırki hakimiyet. Şunun için bu yerde etrafı düşman bilen qorishib ketgan bular hazır. Burun Esed'nin davri çağda Türkiye azrak düşmanlık kılattı ama İran Suriye bularını ait qoğdaydı. Hazır endi bir jitin balıdak oturup çıkan bir devlet elden bağlı hazır bular. Bundaq vaziyette sen degandek İsrail'e yeni bu qamxor İsrail'e özünün haddini bilmey kengayverse mush fursatda Suriye'ninki bizachi muhim yerlerini neft bazalarını egallab oldi deb bunda urushni qilsa boyvalla o chaqda andan keyin bu mujohid bolalar 13 yil qurol etib o'rganib qolganlar o chaqda qurol atdi bular. Yetişqa aldımsa çıkıdı. Çıkmandan keyin men palani millatdan meni qutsanadi vatanim bor dediga ish olmaydi. Her bir septe undaq qilib olmaysiz sen. Bundan burun masalan bundan burunki tarqaq rayonlarda turayotgan chaqning o'zida ya biz ming odam urushga chiqmoqchi bo'lsak Uyg'urdan ikkini birayli deb mana kelishib sepki bergan bo'lsa, hozir ming odam urushga chiqmoqchi bo'lsa, ash ming odam qaysi millatdan qancha bo'lgan bo'lsa Uyg'urdan shunchalik berishga majbur bo'ldi. Chunki hozir endi bir u yerda bir birlik kelgan bir hukumat var hozir. Devletning hokimiyati endi shu Sham ozodlik tashkilotining qo'liga o'tdi. Bular bilan shu Turkiston Islom partiyasi hamkorlashib urush qilgan. Unda olgandan keyin bu davlatni bular birlikda qo'g'daydi endi. Tabii. Ve biz Türkistan'ın partisi, biz o Türkistan qaraylı, siz endi Şam'ni azad qilib bo'ldingiz. İsrail'nin yüzünü etib turgan, siz bo'lmaydi bular. Eti mujohid bularniki. Mujohid bo'lgandan keyin, islom mujohidlari bo'lgandan keyin, endi bu Suriye'ye İslam'ın düşmanı olan bu İsrail'e hücum qilayotgan chaqning o'zida biz ayetden devletimiz vardı, şu yerda bir berib lagerni azad yo'qotib, vatanni azad qolaylik deb, unda turamaydi da. Qatnashdi urushqa. To'g'ri. Endi ashta bir ish bo'lib qolsa, endi bu İsrailya bilimiz endi bu atrofdagi davlatlarni bo'za qilishidagi asosiy sababi bular Amerikaning eng ilg'or qurollari bilan qurollangan. Mesela şu Gaza'daki uğraşını desek, hem de bu Hamas'nınki
pilomotordan başka özleri yasagan raketlerden biçimleri yok. Onun başka bir kuralı yok mesela. İsrail'in bu en ilgar kuralları var da asmandan ki urupla şu töp tuzlu kuvvetli o gazanı hem yani binam yok kuvvetli. Bizden bir endişimiz hem de eğer tasadüfen müştak İsrail'e bilen tokunuşup kalsa bizden mücahitler onun karşı atlansa hem yokup gitmemiş mücahitlerimiz deydiğin bir endişe var da şuna Endi onu sorgan senden. yo'qolib ketmaydi. Yo'qolib ketmaydi. Agar yo'qolib ketgidek bir fojiaga yo'liqsa, shundoq bir vaziyatga yuzinib qolgan bo'lsa, Xitoy yana chegarani yechib atadi. Ha, şunda. Xitoy hozir O'rta Sharqniki bu Suriya o'zgarishiga qarata darhol bir yangi taktikani chiqishyapti Xitoy. Chet eldan vatanga vizasiz boradigan G'arb Yevropa davlatlari nurg'un davlatlarga viza kechirim qilib Ha. aytayotgan ekan, chet eldan vatanga berish nihoyatda g'olib ketdi hozir. Uyg'urlar ispisini chiqarmay beri kelyapti bu yuzsiz sharmanda Uyg'urlar beri kelyapti. Anda bo'lgandan keyin oldindan bu Xitoy chegarani ochganda har qatam ashuna ochadi. 2009-yilda qanchalik ashunda ochgandi. Oldindan chet eldan kirganlarga ochadi. Undan keyin chet elga chiqilganlarga ochadi. Xitoy o'sha gapni to'liqlab turdi. O'ylab bakın, Ha. 97-yili chet elga chiqqanlar dastivida 600 mujohid chiqqan. Dastivida chiqqanlar 600 odam. Ha. 97-yilda chiqqan chog'da Hasan Mahsumning, Abduqodir Yapchanning sepida bir yilgacha bir ikki oyning ichida chiqqanlar bular. Ha. Ondan keyin bular 2003-yilga kelgan chog'da shu vaqtda Hasan Mahsum o'ldirildi 2003-yili 12-oyda. İsmail Hacı onundan burnarak tutkun kılındı. Muşu çağda 5000 adam yetken. Bular Pakistan'da, Keşmir'de iki rayona bölünüp duratkan 5000 adam yetken bular. O keyin Taliban uruşu katnaştırılıp, ondan keyin Irak uruşları katnaştırılıp, bular zade yo'qolib ketgandek bir vaziyat kelgan chog'da 2013-yilda Xitoy hijrat tashviqotini vatan ichida, vatan sirtida Çalımlılarınki ağzından hicret teşvikatını kıldırıp keyin Şam İslam Xilafat devleti kuruldu dep o binas paydaganda Şamga hicret kılmay yürüp ketgende münafık dep oşunda tebliğini kıldırıp chegarani echib berdi. Qancha 10 minglagan adam chiqdi. Hozir Turkiyada 80 ming Uyg'ur bor deb shu yangi chiqqan Uyg'urlar 2012-dan keyin Turkiyaga kelib chiqib ketgan Uyg'urning soni 80 ming deb e'lon qildi. Türkiye hükümetinin özünü Uygur'u üç bazen solçular, bazen CHP partiyasının rehberlik kıldığı bazı ülkelerin ki öktüçüleri AK Parti'ye karşı ilan kılan bayanatlarda 80 bin Uygur Türkiye'de bağda bayan kıldı. Bu 80 bin adam nereden çıktı? Xitay çıktı. Bu 80 bin adam ne vardı? Bazıları Türkiye'de hep kaldı. 2016-yılın 24-cü günüsü Türkiye'nin Zeytin Dal hareketi edip bir hareket kozgan, uruş kozdu Suriye karşı. Şu vakit çigrani etti Türkiye. Bulmuş 16'da çigra diyen uçuk neyse künde yüzleyen Uygurlar Suriye'ye aktı. 2016'da 26-cı günüsü Türkiye özü çigrani takıdı. Onundan keyin ötkazganlar, andan keyin Hilal Ay cemiyetininki işçileri taraqqisi andan keyin ötdi olar. Künde bir onlap, 20'lap, bunda çanmıqdak derecede ötüp, mandaq səfi qatnaşdı. Ondan burun 2 yıl, 3 yıl yıqıb manğan yani. Yani demek, o mücahidler tüyüp ketmeydi. O sep tuluqlundu. Akırın tuluqlundu. Tuluqlup durdu ama yeni bir xəterlik məsələ, əgər bunlar İsrailiyyə qarda bu səfdə qatnaşıb, uruş qılıb, bizim bayrağını götürüb verib, ya da uruş qılsa, ikinci qıtım, andakin Türkistan İslam hareketi, terör hareketi yani, andakin İsrailiyyənin arzusuyla qılpaq giydi. Burun Xitayın arzusuyla kelgan 20 yıl burun. 20 yıl burun Xitay arzu qılıb keydirgan onu. Hem de bunun için İsrailiyyə arzu qılıb keydirdi bunu. Bu bir mesele. Bir qalpaq keysimi, keymisi oxşaş gelmez o biz. Oxşaş olgandan keyin o qalpaqdan və qoxub ketmeyimiz. Ama bularning mevcutluğu başında xatarlik endi. Lekin bu Suriyada hozir yeni bir mesele, mühim mesele. Endi mavi ballar endi hükümetni qo'liga oldi. Burun Idlibni idora qilib O'zbek O'zxon u yerda dunyo bilan ishi yo'q. Mevcutluğunu saqlab, quralga tayinib, mevcutluğunu saqlan. Endi hozir diplomatiyaga tayinib, mevcutluğunu davamlashtirib bundan keyin. Çünkü bu devlet qo'liga oldi. O kural kuch bilan emas, diplomatiya bilan bo'ldi. Diplomatiyani kimga qilish kerak?
diplomatiya qiladigan eng dastlabidagi 5 davlat bor. Xitoy, Rossiya, Amerika, Angliya, Fransiya. Hmm. Hozir Fransiyami hamkorlashimiz yangi hukumat bilan deb ifoda bildirib bo'ldi. Hmm. Bu hamkorlashish yoki qurib chiqishga hamkorlashish emas. Hmm. Suriyalik yoki Qashqullarning o'zini Suriyaga qaytarish masalasida hamkorlashimiz. Hmm. Bularning mavjud uyadagi bexatarligini kafolat qilish va kaza bunda ishda hamkorlashimiz. Yoki Suriyaliklarni qaytarmay hozircha vaqtliq mashada yashab turishiga hamkorlashimiz deb mana nuqtadan Germaniya hukumati bilan Fransiya hukumati ifoda bildirib bo'ldi. Hmm. Endi diplomatiyaga kelsak, 5 davlat bilan diplomatiya qiladi. Hmm. Angliya bilan diplomatiya qilish kerak, Xitoy bilan diplomatiya qilish kerak. Hmm. Hamki Xitoy axborotida o'tgan seshanba kuni e'lon qilgan Xitoyningki uchur axborotlarda Sham tahrir hay'atininki hozirgi vaqtdagi bular hukumatni qurmagan, hukumatni qurib 3 kun bo'ldi bular. Hukumatni texnik qurmay turib, o'tkinchi hukumatni texnik qo'liga elib e'lon qilmay turib, shu Sham ozodlik tashkiloti harakatininki hay'at guruhlari nomidan Xitoy davlatiga iltimos yo'llabdi. Ya'ni Suriyaninki infrastruktura asliga keltirish, ul aslahasini asliga keltirish, Suriyaninki vayron bo'lgan shahar qurilishlarini, yo'l qurilish, ko'prik qurish, suv inshoot bütün boshlarni asliga keltirish, Suriyani taraqqiy qildirish, Suriyani iqtisodiy taraqqiy qildirish, birga gullantirish, Suriyani birga elchish to'g'risida Xitoy davlatining hamkorlashishiga ehtiyoji ekanligini bildirib, bular iltimos yo'llabdi. Xitoy davlati unga javob bermabdi. Endi diplomatiya boshlandi. Endi bir davlat qurgan ekan, Xitoy bilan diplomatiya qilgan gap endi. Xitoy bilan diplomatiya qilmaydigan davlat yomon oz. Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan chog'da Xitoyninki tanadigan eng dastlabki 5 sharti bor. Tinchlikda birga turish 5 prinsipi degan narsa bor. Buniki eng ana moddasi ikki davlatninki chegara putligi, tuproq putligi hurmat qilish. Yani bo'ldi. Xitoyning hozirgi qonunsiz tuproq putunligiga hurmat qilaman deb imzo qo'ygan chog'ida andiki unda bo'lsa bizning tuproq putunligimizga daxl daraja yetkazadigan, bizning tinchligimizga daxl daraja yetkazadigan, markashni qanday qilish deydigan o ishlar chiqdi. Endi Suriya Bashir hokimiyati ag'dirilib bak yaxshi bo'ldi deb tantana qilganimiz bilan buning oqibati kelib chiqqan menda bir yomon oqibatlari bor. Bu undaq bo'lmasa deydigan bunda xiyol bu saroni xiyoli bu. Oshdoq bo'ladi. Oshdoq bo'ladi. Endi bularni Xitoy qaytirib ber deb talab qilamdi. Yo'q bo'lmaydi, yo o'zing lozim qil uni. Bizga ularning lozimi yo'q, ammo bizga tahdid qilmasin. Bizga terror harakati bu yerda ijro qilmasin. Sen mushun kafolatlar berdamdi. Bu Xitoyning o'zininki strategiyasiga bog'liq. Ammo buni o'ylashga tegishli narsa bu. Şu muhim. Bu yerdeki ahval endi bu Asad ag'dirilmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Meningki Suriya xalqining tatgan zulmiga echinib, ichim og'rib, oniki nəhayət ağır nafratlangan bo'lsam, hayvondan. Ammo bizningki qarindoshlarimizniki, ya'ni güçü, tini, qini bizning qo'yandi. Bizning qarindoshlarimizning bu yerdeki mavjudligini saqlanib turishi hech bo'lmasa kelgusida bir chaqda as ketib qoldi bizga, vatanimizga as ketib qoldi deydigan bir oddiy bir xiyol bilan bizning degan chig'imizda ularning mavjudligi aşağıda Suriyada tinchlik bir davlatning bo'lmaganligi bo'ladi kafolatga ega. Hozir endi u yerda kafolatga ega deb qarasak, faqat Xitoyningki ruxsat qilgan doirasida ularning mavjudligi bexatar kafolatga ega bo'ldi. Agar Xitoy ruxsat qilmasa, o tahdid ostida. Nega bordilar? To'g'ri, shu gaplarning nihoyatda foydali deb qarayman. Shu Suriyadagi qarindoshlarimizga sagak bo'lish kerak. Ya'ni boyisan deding-ku, mujohidlarimiz qilib kelsa Xitoy to'liqlab turdi degan shu gapni bir o'ylash baqsa bu qarindoshlarimiz. Ya'ni bu cho'ng davlatlar orasidagi o'yin. Ammo u yerdagi qarindoshlarimiz bizning qinimiz, bizning jinimiz, bizning qarindoshlarimiz. Ularning hayoti biz uchun nihoyatda muhim. Albatta o'zlari uchun eng muhim oldi bilan. Shuning uchun siyosat o'zgarib turdi. Siyosat degan razil narsa. Ammo bu yerdagi qarindoshlarimiz oldi bilan o'zlarining salomatligini o'ylash kerak. O'zlarining mavjudligini o'ylash kerak.
Yani qani qiziqli qıpla bir şuar bilanla berip, biroqla özlerinin canlarını qurban berip yok işlagan meselende. Ama bu qarindoshlarimizniki mo şu yangi chiqqan videolardan ko'rdikki, ko'rdingmi Xitoy? Biz bir kuni shu Asadni yiqitgandek sinimizni yiqitib vatanimizni ozod qilamiz degan gapni angladik. İnşallah şu kunlar nisb bo'lsin-da. Onun nisb bo'lishi uchun sizlarning hayot turishinglar, texmi mukammallashinglar, texmi kuchli bo'lishinglar kerak bo'ladi. Yana bir ish esim kelgani Abdurahimjon esimda bor vaqtida so'rolay. Shu xili bo'ldi Suriyada göre gelingan tutilib turayotgan bir 2000 dek Uyg'ur ayol balalarning gaplari bo'lyapti. Hozir ham Suriyada nihoyatda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Senchi bu cho'ng o'zgarishlarda shu ayollar balalarniki bir qutulishiga bir foydasi bo'ladimi? Endi bu o Kürtler rayonundaki esir Uygurlar bular. Ha. Bular asosli aşağıdaki hem gruplarga, milletlerge, qurolli kuchlarga qarshi o'tirib chiqqan Sham islom xilofati deydigan saxtipazlarniki qo'shini qetilib ketgan Uyg'urlar bular. Aşılar mag'lub bo'ldi o Sham islom xilofati davlatining podshosini etib o'ldirib, tugitib, o tarqalib ketgandan keyin qilib qolgan Uyg'urlar undan keyin Kürtlarning qo'liga asirga tushib qoldi. Bu Kürtler Suriye'deki bu Kürt koşulları Amerika'nınki kurallık yardımı aslında erkek kılgalar bular. Amerika'nın asaslı. Bu xatarlik yeri şu. Bununla Türkiye'm alışamaydı. Çünkü o yerdeki Kürt kurallık etriti Türkiye'nin düşmanı. Annekin hazırki hakimiyetle bula emkarlaşkan emez. Hazırki Şam İslam hakimiyeti, hazırki hakimiyetin kuluğa ağan bu grup bilen o Kürt koşulları hemkarlaşkan emez. Fakat keyinki vaqtlarda kurallık düşmanlaşmagan bolsa ama Esadni agdırış için hemkarlaşkan bir nimesi yok olanınki. Ular özünün mevcutluğunu şu Türkiye'ye karşı özünün mevcutluğunu saklap tikirişip durayotganlar bular. Yani bularni qutquzish bu hazırki Suriye hükümetinin ötkinchi hükümetinin qo'lidan kelmaydi. Ularga agar qo'ldan kelsa, u yerda adam beshiga millionlab pul berish to'g'ri keladi bu chaqda. O pulni bular bilmaydi. Hem ular hozirgi Sham islom tashkiloti degan shu hokimiyat bestiki partiyaga qarshi qurolli chiqqan guruhlar ular. Mushlarni o'ltirib kafir deb yo'qitamiz deb, islom xilofat quramiz deb aktiv harakat qilganlarniki qoldiqlari. Shuning uchun bularni osonlikcha ularni qutqizib ustiga olmaydi. Amerika hükümeti ularni bir xatarlik kuch deb qaraydi. Ular nimasiga desang, qat'iy hozirgi shu asrlik qiyin qisqa holatdimi bizning dushmanimiz Xitoyda, biz ashli Xitoyga qarshi turamiz deb kelib, yoki mash qatnashib qoldik degan ifodasi yo'q ularniki. Allah yo'lda biz bu yo'lga kirdik, o'lib ketsak jannat kirmaymiz. Dunyoga yeni qilsak, yeni islom xilofati quramiz degan shu mavqeda turgandan keyin buni endi kim ega bo'la oladi? Masalan, Germaniyaning 150 adam bor deydi. Shundan bir qanchasini yetkazib akila oldi. Qolgani akamadi. Misqa desam, men islom davlati quraman, shuning uchun men shiyit bo'lman deb qo'yganda bu Germanlar bu so'nggi Germanlar. Aşağıda bir ishki ayollar keldi, ishki bolasi bor bir ayolni. Aşağıga berib, yotliq bo'lib, mujohidlarga tegib, bolasi bo'libdi. Aşağıda qilib, o Germaniya o'zining fuqarolarini akamadi, yani akilamadi emas, akamadi. Akamadi. Akasi qana qildi, yemash akasimi shu islom davlati quramiz, sen kapini yo'qitmay deb meyada bomba qo'ydigan gap, shunlashqa akamadi. Endi o xatarlik kuchlarni favqulodda agar endi biz o'ylamagan yerdan o'shunda bir ishim bo'lib qolarmi deganga o'xshash bir xiyol bilan bo'lib qolsa, Amerika turiblam, ma'lanim endi ideyasi o'zgardi, ma'lum edanglar deb Afrika Turkistonliklar ketiblam, buni o'ch adovatni o'chiramazlar, hammanglar bir sakta ketilib, mashaning o'zida mavjud turinglar, Xitoyga qarshi sizlar lozim bo'lsa deb Amerika ashta deb qolsa, bu chaqda endi Kürtlarni bir odamni, sen odam emasmi deb julib ep chiqalaydi desek bo'ladi. Bo'lmasa, u yerdagi ojiz bir hukumat, Türkiye hükümetimi o yerga besim qilib olamaydi ularni. Asimi Türkiye'ye kelsimi ular xatarlik maydondagi odamlar. Türkiye'ninki heliki Reyna qatlami esimda bordi, aşılan şu Şam İslam xilofatining odamlari qilgan.
o Türkiye'de bulduğun nurgulluğun açtık terör hareketlerine ya PKK'çılık kıldı ya olmasa İslam devletinin ki kaldık güçleri kıldığı yap İslam açımızda. Ay Xudo. Şunlaşka o haterlik adamlarını Türkiye akılanmaydı. O PKK'ya karşı bedel төлep durup o Kürt hareketiga karşı bedel төлep durup ularni almaydı Türkiye. Türkiye degani ki o bedel töleyen devlet emas, menfaatlangan devlet. Dünyadaki en rezil menfaatçi devlet Türkiye. O bedel tölemeydi. İşte aşağıda. Hem de hazır meninki bu dikkat kılışımda Türkiye'nin izchil bir meydanı şu Kürtler yani YPG degeni şu yok oluş gerek Suriye'de. Davatıdan Tashqi ishlar ministri inshaalloh hamda bir ular yo'qolib hamda bu harbiy kuch yo'qolgani bilan u Kürt xalqini yo'qol degani yo'q. Shu Turkiyaga qarshi PKK bilan eg'iz burun yozishib Türkiye'ye terörlük hareket qilayotgan YPG yo'qolsin deydi ama Amerika o YPG bana lazım deydi. O İslam devletiga qarshi men bilan hamkorlashayotgan muhim bir harbiy kuch u. O yo'qolsa bo'lmaydi deydi. Shunga bu bir murakkab ish bu yerda endi. Amerika ularni qo'llaydi, yo'laydi, qurollantirib ularni chiniqtiryapti. Turkiya deydi, bular yo'qolish kerak deydi. Ama bu bizning qo'lligimizdagi ishlar emas, ham xalqaro vaziyatga bog'liq bir ish endi. Cho'ng davlatlar orasidagi to'qnashishlar. Endi ichindigan yerimiz endi Uyg'ur onalarida ular ham kichik bolalar bor ekan, quchoqdagi bolalari bor ekanda. Ama şuna müştak bir çoğun özgürlüklerinin sebebinden bir kurtulup kaske degan bir arzuyumuz var ama bula qaraganda şu bizden İşte arzu kılınız ama arzunu biz arzu kılınız ama en mühimi aşılar özü ne kılış gerek. Ma o Avrupa'da uzan bilirse sen bir işini üzerine menfaat için bir işini kılmakçı olsan mı senden ifadelik imza koydurdu. Ya. Mesela benimki ballarımni Germaniyaga akilgancha en ahırda bir paçkat gittim o hükümetten. Siz şu Mısır'daki ailenizni Germaniyaga akilishga o'zingiz rozimi deb kelibdi. Shuni advokatni qiziqtirib keltirib bordim. Men nima degan gap? Men 10 yilning yog'i akiliman deb tirishib 5 yil bo'ldi. Misrga ketmay o'tganmay, mana shu tutmagan advokatlarim qolmagan. Bu shunda bir Japan tatvarsam, oxirida rozimi deb menda xat kelib qanday xatma desam, bu en oxirgi ifodam. Vaqt kelgan chog'da bunda ishlar jiq yuz berdi deydi. Men desam tasavvur qilolmaysan uni. Başta özüm ailesini ekip koyup, bezelli kopup, iyi olmay, ben ekenmeydim. Bu sıkıntı başta, benimki üstümden başkalar kıp koygan iş bu deyip, teni bilip, eskili kıladigan, mundaq maceralar, yüz birdiğen ya, şunlaşka, senedin algan vədisi bu. Vaxt gelip, sen eğer, ben ekenmeydim, sen ekip koysa, hükümet üzen pasportunu verip, Mısır'ını yötkep ekip koysa, nege yaparsan, apa deyip, taşlayıp kalsan, o çağdan diki, masasına ifademeden, sen tutulgan, bana lazım buldu. Advokatım düşündürüp koygan değil ki, şundan olan da işte düşüngende adaş demek aldı bilen sen mesela aşağıdaki adamlarını kurtuldurduğun imkaniyet pul hem diplomatiya iş selip sen aşağıdan berip seni ben kurtuldurup ektimen desem Allah koyup ya kurtulmayım ben ketmeyim ben başardım ben diyen ki canım pida meneki moş esirlikte yetip ben şehit gitmen ki ben onda kapırının yerine bu bamayım ben dep reddiyse sen onu ektiv alamaysa Allah'ın ifadesi mühim. Ben zaten gittim. Ondan burun manga yolumның özü ben özgertdim. Ben endi başka bir çıkış yolu izleymede ifade bildiriş gerek. Ma ifadesi mühim. Şunlaşka ularınki axbaratçılar berip, G'arbning jasuslari berip, ulardan so'rab işlemegen filmler çıkargan taqratma xabarlar qamadi ularning üstüne. O izchil halda biz maşında Mata endi hozirkin deyli hamda ulogo maqul qurolliq etishib turib ayadi asir bo'lib qilib tutilgan asirlar deyli. Endi hozir turmaga tutgan odamlar hozir 10 necha yil bo'ldi. Oshlarning uyuzinimi hammasi o'xshash ifoda bildirar ekan. Hammasi o'xshash. Nima qiltansa biz shamga berib biz islom davlat jat Oşundal biz aş yolu şehit olup gitimiz cennet girmizde aşta turduk şunu taşınıp gitti dünya alışamadı da o sığılık aşılan özümü aşta çıktırdık şu biz çıktığımız bir yerden biz bir amal kılıp biz erkin dünyaya çıkıp erkin yaşaşka biz ihtiyaçlıyız da Allah'ın mesulleri
o'tirg'i chiqib gap qilib mana chim tursa iltimosini qilsa o chog'da To'g'ri. sirtma gap bo'la qolib bu men o'shan chiqsam endi ijod qilmaydigan ekan nima qilaman uni ko'mini qo'ypayin Şunu biz bu Şuna gel. programda işleşki maqsadımız mı? Endi bu Suriye'deki vaziyetke biz mi ama Uygurlar ciddi köngül bölüp oturdu. Bizler emas Xitayning ko'zi aşağıda. Şunu bizde bir gap bor. Can bolsa jahon. Şunu aldı bilen biz endi şu qoral tutup jang maydonida kurash qilayotgan qarindoshlarimizni ko'rganda oldi bilan kaldığımızı keldig'ini bizga Uyg'urlarga bo'libmi vatanning ozodligidan mushundoq jangchilar lozim, qo'ral tutgan, tarbiya ko'rgan harbiy bilimi bor odamlar lozim. Mayli vatanni ozod qilish yo'lida bo'lsin va yoki vatan ozod bo'lgandan keyin bizning o'zimizning armiyamizni qurish, tarbiyalash jihati bo'lsin. Mushundoq odamlarimiz bizga bek to'g'ri. Şuna ahırda deydiğimiz şu mücahit qarindoshlarımızga deydiğimiz aman bo'linglar, o'zinglarni ayanglar. Hem bugungi Abdurimjon qarindoshimiz yetishmaganga o'xshash cho'ng davlatlar orasidagi o'yinninki qurboni bo'lib ketishdan o'zinglarni saqlashinglarni umid qilamiz. Alloh taninglarni salomat qilsin. Bir kunlarda erkin dunyoda sizlar bilan ko'rishish nasib bo'lsa. Rahmat adash bugun Abdurimjon bugun Suriya temasida hali ko'ngilli bir yaxshi suhbat qilib oldik. Inshaalloh bu qarindoshlarimizga ozroq bo'lsa-mu foydasi tegsa, bizning shu bir soat ortiq vaqtlig'imizning savob bo'lgan bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu shaxsan o'zimizning orzuyimiz. To'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin. Buningdagi yana Muşta kızık temalarda patpatsam bilan paranglashib turamiz adash. Aman bo'lg'in degancha, salomat bo'lg'in. Rahmat. Xayr. Allohga emanet. Allohga emanet. Tamam. Xo'sh. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim evet bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Buning bir oddiy usulini bugun qisqacha so'zlab ko'rsam, bu nimani ochgandan keyin YouTube'ni ochgandan keyin YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarim. Yani cesaret, ümit deb yazsanglar tizimlikda chiqadi sirmava to'g'risi. Birisi uyini to'qabdi. Ümit degani bassanglar meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Ben ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lsin uchun müşavir ucug'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar meniki to'rbetim, YouTube to'rbetim ochildi. Bunga diqqat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'pida bor. Masalan, Varis muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bunga boshqa temalar aralashib qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepishga qulay bo'lish uchun masalan tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis muallim bilan ishlagan videolarni o'sha joylab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davomini desanglar bassanglar uni oxir chiqadi. Hammasi play all degani hammani qo'y deganini bassanglar shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha işlengen kısımları hepsi to'liq qo'yildi. Ondan başka bizning kanalimizda hani 240 ga yaqin video bor ki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida masalan bir inqilobiy hikoyam bor. Masalan, Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada taqitilgan
YouTube'da taqatmagandik, WhatsApp'ta taqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shu gellermi baki. Bir şey qarsanlar bunu Qara Uyg'urlar degan ayrim temada bunu qo'yib qo'ydik. Ama on tarafını çeksanglar davamı chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglat deganda bossanglar, bütün şu videoni, şu Qara Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ama aslida bu boshqa masalan eng hozirgacha en ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temlarim bor. Demakki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uning yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni açsangızlar başpakta ko'ra olasiz bu yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qulay bo'lishi uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmet ko'pchilikka.